Aqlli qishloq xo'jaligi sari o'zbekistonlik mutaxassislar Xitoy tajribasini o'rganmoqdalar. Aniqrog'i, joriy yilning iyul oyida Xitoy Xalq Respublikasining Hunan, Shanxay va Xanzhou shaharlarini qamrab olgan 3 bosqichli xalqaro o'quv dasturida Osiyo va Afrikaning 9 ta davlatidan 90 nafardan ortiq soha mutaxassislari Xitoy tajribasi bilan tanishdilar. Ular orasida o'zbekistonlik mutaxassislar ham bor. O'quv dasturi ishtirokchilari nazariy ma'ruzalar bilan bir qatorda yirik ishlab chiqarish korxonalari, ilmiy tadqiqot institutlari va agrotexnologik markazlarda ham bo'ldilar. Jarayonlarda qishloq xo'jaligi sohasini ilm bilan olib borish, zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llash, aqlli fermerlik tizimlari va sifat menejmenti bo'yicha dunyoning yetakchi tajribalarini o'rganish va ularni amaliyotga joriy qilish usullari xususida ma'lumotlar berildi. Ayniqsa dastur davomida chorvachilik, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, don yog' sanoatida sifat nazorati hamda oziq-ovqat xavfsizligini tartibga solish tizimlari bo'yicha ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar o'tkazildiki, bu ayni paytda barcha mamlakatlar uchun dolzarb masala. Xavfsiz fermer xo'jaligi, aqlli chorvachilik, qishloq xo'jaligi texnikalaridan hamda qayta ishlash yo'nalishlaridan samarali foydalanish borasida ilmiy va amaliy bilimlarni oshirdik. Xususan xalqaro bozorlarga milliy mahsulotlarimizni olib chiqish bo'yicha qo'llanmalar, uslubiy yechimlar bo'yicha ham fikr yuritdik. 9 ta davlat, 90 dan ortiq mutaxassislar jam bo'lgan o'quv jarayonlarida saqlash infratuzilmasi, bir xomashyodan bir necha mahsulotlar olish, urug'larni mahalliylashtirish mavzulari bo'yicha bilim ko'nikmalari berildi. Ishtirokchilar ta'kidlashganidek, maqsad ilg'or xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslab qo'llash hamda sohada sifat va unumdorlikni oshirish. Xomashyoni yetkazib berishdan tortib, uni qayta ishlash va iste'molchi dasturxoniga yetkazishgacha bo'lgan butun zanjirda qo'llanilayotgan mexanizmlarni jahon standartlariga moslashtirishdir.